Barchaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. IDC Geometry kitobimizdan uchburchakning yuzi ikkinchi qism 11 paragrafga keldik. Demak, birinchi testning yechimlarini boshlaymiz. Birinchi savol. Birinchi savolda ABC uchburchagi mana shu ko'rinishda berilibdi. ABC uchburchak va DE kesma olinibdi. DE kesma yon tomoni 3/4 nisbatda bo'lar ekan. Shunday bo'ladigan bo'lsa, ADE yuzani, ADE tepadagi uchburchak yuzasini katta uchburchak yuzasiga nisbatini topib bering deyilibdi. Xo'p, bu yerda DE kesma bilan BC kesma parallel degan sharti ham berilishi kerak edi. Agar bu ikkalasi parallel bo'lmasa, hozir masalani yechib bo'lmaydi. Chunki DE kesma ateli bundayroq ketib qoladigan bo'lsa, u yuzalar nisbati boshqacha bo'lib ketadi. Parallel bo'lsa yechsak bo'ladi. Ana shu parallellik sharti tushib qolibdi bu yerda. Parallel bo'lmasa yechib bo'lmaydi. Demak, parallel deb qarab yechib ketaveramiz. Parallel bo'ladigan bo'lsa, tepadagi kichkina uchburchak bilan katta uchburchak o'xshash bo'lib qoladi va o'xshash uchburchaklarning yuzalari nisbati ikkita uchburchak o'xshash bo'ladigan bo'lsa, bittasini yuzasi S1, ikkinchisiniki S2 bo'ladigan bo'lsa, yuzalari nisbati tomonlari nisbatini, mos tomonlari nisbatini kvadratiga teng bo'lib qolar edi. Yuzada mana shunaqangi qonuniyat bor. Endi ADE yuzani BAC yuzaga e'tibor bering. ADE uchburchak bilan ABC, mana shuni ABC desak bo'laveradi. ABC uchburchaklar o'xshash uchburchaklar hisoblanadi. Bu ikkalasi parallel bo'lsa, tepadagi kichkina uchburchak bilan katta uchburchak o'xshash uchburchaklar. Demak, SADE uchburchak yuzasini ABC yuzasiga nisbati teng bo'ladi. Yuzalar nisbati tomonlar nisbatini kvadrati edi. Kichkina uchburchakning tomoni 3K, katta uchburchakning tomoni ABC uchburchakning mana shunga mos tomoni 7K bo'lyapti. 7K ga nisbatini nimasiga teng dedik? Kvadratiga teng deb qo'ysak bo'ladi. Demak, bizdan so'ralayotgan nisbat klar qisqarib ketdi. 9 taqsim 49 degan natija chiqar ekan. Birinchi misolga 9 taqsim 49 S javob bo'lar ekan. Ikkinchi misol. ABC uchburchagining AB va AC tomonlarida mos ravishda D va E nuqtalar shunday olinganki deyapti. Demak, ABC uchburchak AB tomonidan D nuqta, AC tomonidan Y nuqtani oldik va DE kesma BC tomonga parallel bo'lib qolishi kerak ekan. Bular ikkalasi parallel. Va yana bizga berilyapti DE kesmaning uzunligi 2. Shuni uzunligi 2 ekan. BC kesmaning uzunligi 6, bu yer 6 ekan va SADE yuza 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ABC yuzani toping deymiz. ABC uchburchak yuzasini topib berishimiz kerak. Bu yerdagi yuza 6 ga teng ekan. Xo'p, endi bu yerda ham ikkalasi parallel bo'ladigan bo'lsa, tepadagi kichkina uchburchak bilan katta uchburchak o'xshash bo'lib qoladi. Demak, o'xshashlikka qo'ysam, katta uchburchakning yuzasi nimaga teng? SABC. Mana shunga teng. Kichkina uchburchak yuziga nisbati. Kichkina uchburchakning yuzi 6 ga teng. Yuzalar nisbati, tomonlari nisbatini, buni tomoni 6. Tepaga kattasini yuzini oldim. Bu yerga ham kattasini tomonini olishim kerak. 6 ni 2 ga nisbatini kvadrati bo'lib qoladi. Bu ham mana bu formulaga qo'ydik. Tomonlar nisbatini kvadrati bo'lishi kerak. Demak, qisqarib ketsa 3 bo'ladi, 3 kvadrati 9, 6 u yog'i ko'paytirish bo'lib o'tib ketsa, ABC uchburchak yuzasi 6 kira 9 bo'lsa 54. Bo'ldi. ABC uchburchak yuzasi 54 ga teng ekan. C javob bo'ladi. Uchinchi misolda AB gipotenuzali, ABC to'g'ri burchakli uchburchak berilibdi. Demak, AB gipotenuza ekan, ABC to'g'ri burchakli uchburchak. Demak, C to'g'ri burchak bo'lib qoladi. Va bizga berilyapti CH balandlik tushirilibdi. CH balandlik 4 ga teng, CM mediana o'tkazilibdi. Mediananing uzunligi 7 ga teng ekan. Shunday bo'ladigan bo'lsa, uchburchakni yuzasini toping deganmi? Ha, ABC uchburchak yuzasini topib berishimiz kerak ekan. Yuza. Xo'p, medianadan foydalanadigan bo'lsam, mediana 7 ga teng ekan. To'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzaga tushirilgan mediana gipotenuzani yarmiga teng bo'lar edi. Demak, bu yer
14 ga teng. Mana 14 bo'lsa, shunda buni yarmi 7 bo'ladi. Endi gipotenuzani uzunligi bor bo'ladigan bo'lsa, 3 burchakli yuzasi 1 taqsim 2 a ko'paytirilgan h. Endi bu yerda s ko'paytirilgan h bo'ladi, chunki asos sifatida gipotenuza turibdi. Unga tushirilgan balandlik mana 4. Demak, 1 taqsim 2 asosining uzunligi 14, balandlik h uzunligi 4 ga teng. Bular qisqarib ketsa 7 qoladi. 7 kere 4 28 ekan. 3 burchakli yuzasi 28 ga teng bo'ldi. 4-misol ABS muntazam uchburchak deyilyapti. Demak, bu muntazam uchburchak ekan va ichida qandaydir D nuqta olinibdi. D nuqtadan endi tomonlariga parallel, mana D nuqtadan BS tomoniga parallel qilib olib ketibman bu D kesmani va DJ kesma AC tomonga parallel ekan, bu kelasi parallel va bu yerdagi nuqta nima edi ekan hozir? F ekan. F. DF kesma AB ga parallel ekan. Shunaqangi holatda bo'ladigan bo'lsa va uzunliklari yig'indisi berilibdi. Demak, DJ plus shu uchala kesmani yig'indisi 12 ga tengligi berilibdi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, ABS uchburchak yuzini topib bering deyilgan. Kesmalarning uzunligini buni A deylik, bu kesmaning uzunligini B deylik va bu kesmaning uzunligini S deb turaman. ABS va bizda berilgan narsa nima bo'lib qoladi? A plus B plus S nimaga teng? 12 ga tengligi bor. Endi uchburchak yuzasini qanaqa qilib topamiz? Xo'p, e'tibor bering. Muntazam uchburchak bo'ladigan bo'lsa, har bir burchagi nima bo'ladi? 60 gradusdan bo'ladi. Mana bu yer 60, bu yoqdagi burchak ham 60, bu yoqdagi burchak ham 60 gradus bo'lib qoladi. Endi buni bu yoqqa davom ettirsam, mana shuni davom ettirib yuboradigan bo'lsam, ya'ni o'zini yo'nalishida davom ettirdik, parallelligi saqlanib qoladi. Endi bu parallel, ikkalasi parallel bo'lsa, bu yerdagi burchaklar ham 60 dan bo'lib qoladi. Bu yer 60, bu yer yana 60. Bu ikkalasi parallelligidan mana ham 60 taga kelib chiqadi. Va bu yer ham o'z-o'zidan 60 bo'lib qoladi. Endi e'tibor bering, bu yerda kichkina uchburchak qanaqa uchburchak? Yana muntazam uchburchak. Bu yerda S desam, bu yer yana S bo'lib qoladi. Endi buni ham bu tomonga davom etkizsak, mana shu holatda davom etkizdirib yuborsam, nima bo'ladi? Bu yer yana 60 gradus bo'ladi. Ikkalasi parallelligidan bu yer yana 60 chiqadi va 60 bo'lsa, mana yer yana 60 ekan. Xullas, hamma burchaklar 60 bu yerda. Endi muntazam uchburchak bu ham yana, bu yer A, bu yer ham A ga teng. Endi bu yerda qarang, bu ikkalasi parallel bo'ladigan bo'lsa, bu ikkalasi ham parallel. Shuni mana shundoq parallel ko'chirib olib keladigan bo'lsam, bu yer BF kesma ham A ga teng bo'lib qoladi. Bu bilan bu, ya'ni parallelogram hosil bo'ldi desak ham bo'laveradi. Qarama-qarshi tomonlar teng. Bu yer ham A ga teng bo'lib qoldi. Endi bu ikkala kesma ham parallelligi bor. B ni shunday parallel ko'chirib bu yoqqa olib keladigan bo'lsak, bu yerdagi kesma ham B ga teng bo'lib qoladi. Ana endi e'tibor beradigan bo'lsak, B dan S gacha bo'lgan masofa nima bo'lyapti? A plus B plus S bo'lyapti. Jami uchalasini yig'indisi demak 12 ga teng edi mana. Shu narsa muntazam uchburchakning tomoni x deb qo'yam, mana x shu muntazam uchburchakning tomoni bo'lyapti. A plus B plus S. Bu narsa mana yerda berilgan 12 ga teng deb. Bitta tomoni uzunligi ham shu uchala kesmani yig'indisiga teng bo'lib qolar ekan. Endi tomoni uzunligi bor, ya'ni tomoni 12 ga teng. Bitta tomoni 12, qolgan tomonlari ham 12 muntazam uchburchak. Endi muntazam uchburchakning yuzini qanaqa qilib topardik? S barobar ilzosti 3 x kvadrat taqsim 4. Ya'ni tomoni x ga teng bo'lgan muntazam uchburchakning yuzasi. Ilzosti 3 a kvadrat taqsim 4 derdik. Endi men bitta tomoni x deb qo'ydim. Shunga 12 qo'yib yuborsak bo'ldi. Ilzosti 3 ko'paytirilgan 12 ni olib borib qo'ysam 144 asta 4 bo'ldi. 144 4 ga bo'lib yuborsak 36, demak 100 ga 36 ilzosti 3 ga teng ekan. Ana bu. 36 ilzosti 3 degan javob B javob bo'lyapti. 4-misolga B bo'ldi. 5-misol. 5-misolda ABS uchburchakning AD va B medianalar O nuqtada kesishadi. ABS uchburchak berilgan. AD mediana ekan.
va BE ham mediana ekan. Ular O nuqtada kesishadi. Va bizga berilyapti DAE uchburchakning yuzi 6 ga teng. DAE uchburchakning yuzi 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ABC uchburchak yuzini topishimiz kerak ekan. ABC uchburchak yuzasini toping deyapti. Xo'p. Bu yerda nima ish qilsak bo'ladi? Bizga berilayotgan uchburchakning yuzi qaysi bo'lyapti? DAE. Demak, DAE. Buni o'tkazib olishim kerak ekan bunday qilib. Mana shu joydagi yuza berilyapti ekan. Shunday foydalanib katta uchburchak yuzini topish kerak ekan. Xo'p. A'da mediana bo'ladigan bo'lsa, bu kesma bilan bu kesma teng. Tomon tenglik bo'ladi. BE ham mediana bo'lsa, bu ikkalasi ham yana teng. Endi e'tibor beringlar, DE kesma o'rta chiziq bo'lib qolyapti. DE kesma mana shu uchburchakning o'rta chizig'i. Xo'p, o'rta chiziq bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi kesmani uzunligini qaniydir A desak, bu yog'i 2A bo'ladi. Ya'ni o'rta chiziq o'ziga parallel bo'layotgan tomonni yarmiga teng bo'lardi va shu asosga parallel bo'ladi o'rta chiziq. Demak, bu ikkala chiziqlar o'zaro parallel ekan. Ana shu parallelligidan foydalansa, bu ikkalasi parallel bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi burchak alfa bo'lib tursa, bu yer ham alfa bo'ladi. Mana e'tibor bering, bu ikkalasi parallel. Bu ikkala burchaklar ichki almashinuvchi burchaklar. Ichki almashinuvchi burchaklar teng. Xuddi shunga o'xshab bu yerdagi burchakni beta desam, bu yer ham beta bo'lib qoladi. Bu ham mana shu parallelligidan kelib chiqdi. Ikkala burchaklar yana ichki almashinuvchi burchaklar. Bu burchaklarchi gammadan desak, mana ular vertikal burchaklar. Vertikal burchaklar teng bo'ladi. Demak, bu yoqdagi uchburchak mana DAE uchburchagiga e'tibor bersangiz, alfa, beta, gamma burchaklari, bu yoqda AOB uchburchagi ham alfa, beta, gamma. Ikkala uchburchak demak o'xshash ekan. Gammani ro'parasida A turibdi, gammani ro'parasida A, yuzalarni tomonlar nisbati, mos tomonlar nisbati 2 bo'lyapti. 2 marta katta bo'ladi. Demak, yuzalar nisbati nima bo'ladi? Bu yerdagi yuza, mana shu yuza berilgan bizga 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdagi yuza nima bo'lib qoladi? Tomonlar nisbati 2 marta farq qilsa, tomonlari bir-biridan 2 marta katta bo'lsa, yuzalar 4 marta katta bo'ladi. Ya'ni 24 bo'lib qoladi bu. Mana bu uchburchakning yuzasi 24. Ya'ni mana xossadan ketdi bu. S1 taqsim S2, A1 taqsim A2 ni kvadratiga teng bo'lib qoladi. Bu yerda tomonlar nisbati, mos tomonlar nisbati 2. Ya'ni buni bunga nisbati 2. Demak, yuzalar nisbati 2 bo'lsa, kvadratga oshirsak 4. Yuzalar nisbati 4 bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerdagi yuza 4 marta katta bo'lsa, 6 ni 4 ga ko'paytirsak 24 degan natija kelib chiqib qoladi. Endi uchburchakning medianalari qanday bo'lardi? Yuzani teng 6 ta bo'lakka bo'linadi. Mana bu medianani ham o'tkazib olsam, bunday medianani o'tkazadigan bo'lsak, 6 ta uchburchakka ajraydi. Mana shu joyga boshqatdan chizib olaylik mana. Ya'ni bizda bunday bo'lyapti. Bu mediani o'tkazildi. Bu mediani ham o'tkazildi. Bunisini ham o'tkazib olib turaman mana. Bu yerdagi yuza 24 ekan. 24. Ya'ni 6 ta teng uchburchakka ajrab qolardi. 24 bo'lsa, bu yer 12, bu yer ham 12 dan. Bu yerlar ham demak 12 dan bo'lib qoladi mana. 12 dan. Demak, uchburchakning yuzasi 12 dan 6 tasi. Mana shuni bu yoqqa ko'chirdim. 6 ko'paytirilgan 12. Demak, uchburchakning yuzasi 72 ga teng ekan. Jami katta uchburchakning yuzasi so'raluvdi. 72 ga teng degan natija chiqar ekan. 5-misolga a'lo. 6-misol. 6-misolda shu holatda chizma berilibdi. Bu yerda demak SE bisektrisi ekan. Bu SE bisektrisi, SD mediana va AC ni SBga nisbati. AC bu yer 3n deyman. 3n. Bu tomon nima bo'lib qoladi? 5n bo'lib qoladi. Nisbati 3 va 5 ekan. Bu bisektrisa mediana bo'ladigan bo'lsa va yana nima berilgan bizga? S mana nisbatni topib berish kerak ekan mana. S D ni ABC ga. Mana shu yuzalar nisbati. Ya'ni bu yerda nima deyilyapti? SED yuza. SED mana shu orada hosil bo'layotgan katta uchburchak yuzasiga nisbatini topib bering debdi. Shu yuzani S deb belgilab turaman. S bo'lib tursin shu. Endi e'tibor bering.
Bisektrisi bor bu yerda. Bisektirisini qanaqa xossasi bor edi? Bisektrisa tushiradigan bo'lsak, mana bu joyga yozaman. Mana bisektrisa tushirsak, bitta misol orqali eslataman. Shu bisektrisa bo'lsa, mana bisektrisa bo'ladigan bo'lsa, yon tomonlar nisbati bisektrisa ajratgan kesmalar nisbatiga teng edi. Masalan, bu yer 3, bu yer 7 bo'lsa, bu yer 3x, bu yer 7x bo'lib qoladi. Mana yon tomonlar nisbati kesmalar nisbatiga teng bo'lishi kerak. Xuddi shu xossani mana C bisektrisa uchun qo'llaydigan bo'lsak, bu yer nima bo'lib qoladi? Qandaydir 3x desam, dan u yog'i nima bo'lib qoladi? Jami 3 u 5 ekan. Bular nisbati ham 3 u 5 bo'lishi kerak edi. Shuning uchun mana 5x mana. 3 u 5 bular ham 3 u 5 bo'lib qoldi. Endi bu mediana bo'lganligi uchun tomonni teng 2 ga bo'ladi. Jami qancha bo'lyapti? Jami 8x bo'lyapti. 8x teng 2 ga bo'lib yuborsak 4x dan. Demak, d dan bu yog'i 4x ekan. Mana shuni o'chiramanda bu yerda 4x qilaman. Bu yergacha 5x bo'lishi uchun oraga qancha oshib qoladi? Oraga bu yerga x oshib qoladi mana. U yog'ini 4x deb yubordik, jami 5x edi, bu yer x bo'lib qoldi. Endi yana bitta xossa bor. Uchburchakda qandaydir ixtiyoriy kesma tushirsak, mediana bisektrisa bo'lishi shart emas. Ixtiyoriy kesma uchun ajratilgan kesmalar nisbati yuzalar nisbatiga ham teng edi. Mana shu joyda bu yerda 7s, bu yerda 3s deb olsam bo'laveradi. Buni bunga nisbati kesmalar nisbatiga teng bo'lib qolsa bo'ldi. Endi mana bu yer s bo'ladigan bo'lsa, bu yer nima bo'lib qoladi? 4s bo'lib qoladi. Ya'ni pastdagi kesmalarga nisbatan olyapmiz. Kesmalar nisbati yuzalar nisbatiga teng. Kvadratiga teng emas, o'xshashlik emas, boshqa xossa bu. Ko'pchilik mana kvadratga oshirib qo'yadi. Shu joyda xato ketib qolmasligi kerak. Demak, mana x u 4x bo'lsa, s u 4s bo'ladi, nisbat teng bo'lishi kerak. Endi bu tomondan qaraydigan bo'lsak, bu kesmaga nisbatan s bo'ladigan bo'lsa, bu yer 3s bo'lib qoladi. Endi bizdan so'ralayotgan narsa CED ni ABC ga nisbati nimaga teng bo'ladi? CED ni o'rniga s qo'yaman. ABC jami yuza nimaga teng bo'lyapti? 8 ta s bo'lyapti. Yozlashdim. 8 ta s bo'lyapti. Jami yuzi 3s, bu bilan 4s, bu bilan 8s. Qisqartirib olsak 1/8 degan natija chiqib qolar ekan. Mana shu holatda bo'ldi. 1/8 deganimiz A varianti. 7-misolga yetib keldik. 7-misolda aytilyapti, tomonlari nisbati 2-3 bo'lgan ikkita o'xshash uchburchaklar. Mana. Demak, ikkita o'xshash uchburchak chizib oldim. Tomonlari nisbati 2-3 ekan. Bu yerda 2a deb qo'ysam, bu yer 3a ekan. Shu kelasi mos tomonlar nisbati 2-3 bo'lyapti ekan. Ikkita o'xshash uchburchaklardan birining yuzi ikkinchisinikidan 20 ga ortiq deyapti. E'tibor bering, bu yerda bu kattaroq, mana 3a deb qo'ydim. Birini yuzi ikkinchisidan 20 ga ortiq deyapti. Buni yuzasi s bo'lsa, bu shundan 20 ga ortiq ekan. Ya'ni s plus 20 bo'ladi buni yuzasi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, u holda uchburchaklar yuzlari yig'indisini toping. Ikkosini yuzalarini yig'indisini topib berishimiz kerak. Xo'p. Birinchi alohida yuzalarni topib olaylik. Demak, o'xshash bo'ladigan bo'lsa, yuzalar nisbati tomonlar nisbatini kvadratiga teng bo'ladi. Demak, buni yuzasi s plus 20 ni buni yuzasiga nisbati, tomonlari nisbati nima bo'ladi? 3a ni 2a ga nisbatini kvadratiga teng bo'lib qoladi. Bu o'xshash uchburchaklarning xossasi bu. Mana shunga qo'ydik. Demak, nima bo'lyapti? S plus 20 taqsim S barobar, bular qisqarib ketdi. 3 taqsim 2 ni kvadratga oshirsam 9 taqsim 4. Proporsiya qiladigan bo'lsak, 4 bu tomonga ko'paysa 4S plus 80 teng, bu bunga ko'paysa 9S bo'lar ekan. 4S bu yoqqa o'tib ayrilsa, 5 ta S bo'lib qoladi. Bir tomonda 80 qolyapti. S ni qiymatini topadigan bo'lsam, 5 ga bo'lib olsak 16 ekan. S 16, demak buni yuzasi 16 ekan, buni yuzasi 36 ekan. 16 qo'yib olsak. Bo'ldi, yuzalar yig'indisini toping degan. Yuzalar yig'indisi 16 ga 36 ni qo'shsam necha bo'ladi? 52 degan natija chiqar ekan. Bizdan so'ralgan narsa 52 ga teng ekan. Xo'sh, C javob ekan. 8-misol.
8-chi misolda DE bilan BS parallel. Ikkalasi parallel va DAE yuzani BDESga nisbati 4/5 bo'lsa, DE kesmani uzunligini topib bering. Xo'p. DE ni topish so'ralyapti. DE ni x deyman. BS ni uzunligi bor. Ikkalasi parallel ekan. Va deyapti DAE yuzani bu yoqdagi to'rtburchak yuzasiga nisbati 4/5 ekan. Demak, bu yerdagi yuzani 4s desam, bu yerdagi yuza 5s bo'lib qoladi. Ya'ni yonaq narsa shuni beradi. 4/5 nisbatda ekan 4s 5s. Xo'p, endi ikkalasi parallel bo'ladigan bo'lsa, yana o'xshashlikdan foydalanamiz bu yerda. Bu uchburchak bilan katta uchburchak o'xshash. Demak, katta uchburchakning yuzasi nimaga teng bo'lyapti? Katta uchburchakning yuzasi 9s, jamini olamizda, endi ikkalasini yig'indisi katta uchburchakning yuzasi bo'lyapti. 9s ni kichkina uchburchak yuzasiga nisbati 4s ga nisbati teng, tomonlar nisbati endi. Katta uchburchakni mana BS tomonini olaman 60, kichkina uchburchakdan shu BS ga mos keladigan tomon x. X ga nisbatini kvadrati bo'lib qoladi. Shu tenglikdan x topib olsak, bular qisqarsa 9 taqsim 4 bo'lar ekan. Endi kvadratga oshirmaymizda, ildiz olaman, ikkala tomondan ildiz olsam bunday bo'lib qoladi. 60 taqsim x barobar 3 taqsim 2 bo'lib qoladi. U yoqqa bu yoqqa ko'paytirsak, x bunga ko'payadi, 3x bo'ladi. 2 bunga ko'payib 120 bo'ladi. 3 ni keyin bu yoqqa bo'lib qo'ysam, x ning qiymati 40 ekan. Bo'ldi, bizdan so'ralgan kesmaning uzunligi 40 ga teng. 9-misol. 9-misolda quyidagi shart berilyapti. Demak, ABC uchburchakni AB va BC tomon o'rtalari deyapti. ABC uchburchak AB tomon bilan BC tomonni o'rtalarida D va E nuqta olinibdi. Va aytilyapti, agar BDE yuzi 8 bo'lsa, BDE bu yerdagi yuzi 8 bo'ladigan bo'lsa, ABC uchburchak yuzasini topib berishimiz kerak ekan. Xo'p, endi bu ikkalasi teng bo'lsa, demak DE o'rta chiziq bo'lyapti. O'rta chiziq doim asosiga parallel bo'ladi. Ikkalasi parallel bo'ladigan bo'lsa, kichkina uchburchak bilan katta uchburchak o'xshash. Bu yerda A deyman, bu yerda ham A deymanda. Katta uchburchak yuzasini S desam, ana shu yuzani 8 ga nisbati, demak, ikkala uchburchakda o'xshashlik qilyapmiz. Yuzalar nisbati, tomonlar nisbatini, katta uchburchak tomoni 2A, kichkina uchburchakning tomoni A ga nisbatini kvadratiga teng. Demak, bular qisqarib ketsa 2 ning kvadrati 4 chiqadi. ABC uchburchakning yuzasi 32 bo'lib qolar ekan. 32 degan natija C. Ikkalasini o'xshashligidan foydalandik. 10-misol. 10-misolda nima berilyapti? Endi bizda D shu holatda chizma berilgan va DE, FG va BC uchalasi parallel ekan. Bu parallelligi bizga nimani beradi? Shu yerda ko'rinib turgan uchburchaklarning hammasi bir-biriga o'xshash degan. Bu yerda ham A desam, bu yer yana A bo'ladi, bu yer ham A ga teng bo'lib qoladi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, ABC uchburchak yuzasini topib bering deyilyapti va bu yerdagi yuza berilibdi. Mana DEGF. DEGF. Mana shu yuza 36 ekan. Shu 36 bo'ladigan bo'lsa, ABC uchburchak yuzini toping. Bu yerdagi yuzani S deb turaman birinchi, shu yerdan boshlaylik. Demak, mana AFG uchburchak bilan ADE uchburchakni o'xshash qilaman. Bu uchburchak bilan bunisini o'xshash qilyapmiz. Demak, yuzalar nisbati endi katta uchburchakning yuzasi nimaga teng? S plus 36 ga teng. Shu, ya'ni o'rtancha uchburchakning jami yuzasi S bilan 36 deymiz. S plus 36 ni kichkina uchburchak yuziga nisbati, yuzalar nisbati, tomonlar nisbatini kvadrati bo'ladi. Endi katta uchburchakning tomonini bu yerda olsak 2A, kichkina uchburchak tomonini bu yerda olsak A ga nisbatini kvadrati bo'lib qoladi. Demak, shu yerdan S ni topib olsak bo'ladi. Mana S plus 36 taqsim S barobar qisqarsa 2, 2 ning kvadrati 4. Bu yoqqa ko'paytirsak S plus 36 teng 4S bo'ladi. S bu yoqqa o'tkazsam 3S barobar 36 qolyapti bir tomonda. S ning qiymati 12 ekan. Mana. Oddiy chiziqli tenglaman. Shuni S topsam 12 chiqdi. Bu yerga mana S o'rniga 12 yozaman.
2 bo'ldi. Endi bu yerda 12 ligini topib oldik. Endi xohlasam kichkina uchburchagi bilan eng kattani yoki o'rtancha bilan o'xshash qilsak ham bo'laveradi. Xo'p. Eng kichkina uchburchagi bilan eng katta uchburchakni o'xshashligini yozaman. Eng katta uchburchakning yuzasi ana shu SABC. ABCni kichkina uchburchak yuziga nisbati 12 ga nisbati teng. Tomonlari nisbati. Endi katta uchburchakning bitta tomoni nima? Bitta tomoni mana 3A. Bitta tomonini kichkina uchburchakda shunga mos tomoni A ga teng. Nimasiga teng bo'ladi? Yana kvadratiga teng. Yuzalar nisbati tomonlar nisbatini kvadratiga teng. Bular qisqarib ketadi. 3 ni kvadrati 9. Demak SABC teng bo'lar ekan. 12 bu yoqqa ko'paytirish yo'li bo'lsa 12 ko'paytirilgan 9. Ko'paytirib qo'ysak 108 degan natija chiqar ekan. Bizdan so'ralayotgan ABC uchburchakning yuzasi 108 ekan. C javobi. 11-misol. 11-misolda aytilyapti. ABC uchburchak bor ekan. ABC uchburchak, mana ABC uchburchakning BC tomonidagi D nuqtadan. Demak, BC tomonida D nuqta olibmiz qandaydir mana. Mana shu D nuqta bo'lsin. D nuqtadan AB va AC tomonlariga parallel qilib mos ravishda kesmalar o'tkazildi. Demak, mana D nuqtadan AC tomoniga parallel bitta chiziq tortishim kerak ekan, mana. Va D nuqtadan AB tomoniga parallel yana bitta chiziq tortishim kerak ekan, mana. Ikkita parallel chiziq, bu bilan bu parallel, bu bilan bu parallel. Shu ikkalasiga parallel qilib DF ekan bu yer va DE, bu yer E ekan. DF va DE parallel kesmalar o'tkazildi. Va aytyapti BED va CDF uchburchak yuzlari mos ravishda 6 va 24. BED uchburchak yuzasi 6 ekan. CDF uchburchagi yuzasi 24 ekan. Shunday bo'ladigan bo'lsa, ABC uchburchak yuzini topib berishimiz kerak ekan. Xo'p. Bu yerda e'tibor bering, bu yerda ham yana shu o'xshashlikdan foydalanishimiz kerak. Qanday foydalanamiz? Bu yerda alfa deyman. Ikkalasi parallel bo'lgandan keyin bu yer ham yana alfa bo'ladi. Bu burchakni beta deb tursam, beta desam, bu ikkalasi parallelligidan endi. Bu ikkalasi parallelligidan, bu bilan bu parallelligidan nima bo'ladi? Bu yer yana o'sha betaga tenglik chiqib qoladi. Endi mana uchidagi burchaklar alfa bilan beta bo'lsa gamma desak, alfa beta bo'lib turib, bu yer yana gamma bo'ladi. Alfa beta bu yer yana gamma bo'ladi. Endi e'tibor bering, mana BED uchburchagi bilan DFS uchburchak ikkalasi o'xshash uchburchaklar. O'xshash uchburchaklarda qanaqa edi? Yuzalari nisbati tomonlar nisbatini kvadratiga tengmidi? Yuzalar nisbati nima bo'lyapti? 24 taqsim 6, mana. Ikkalasini o'xshash qilyapman. 24 ni 6 ga nisbati tomonlari nisbati deylik, yana bittasining tomoni A1, ikkinchisining tomoni A2 bo'lib tursin. Shuni kvadratiga teng. Bu narsa nima bo'ladi? 4 bo'ladi. Ildiz olsak A1 taqsim A2 barobar 2. Ya'ni nima demoqchiman? Bu yerda yuzalar nisbati 4 ekan. Birinchi yuza ikkinchisidan 4 marta katta ekan. Tomonlari nisbati 2 bo'ladi. Endi mos tomonlari sifatida buni olsak, mana shu ikkalasini olsam, bu yer qandaydir A bo'lsa, bu yog'i 2A bo'lib qoladi-da endi. Ya'ni tomonlar nisbati 2 dedik, ikkalasi nisbati 2 bo'lishi kerak. Bu ketdi. Endi katta uchburchakning yuzasini topib berish so'ralgan. Katta uchburchak yuzini topish uchun bu uchburchak bilan kattani o'xshash qilsam ham bo'laveradi yoki bunisi bilan kattani o'xshash qilsam ham bo'laveradi. Mana shu kichkina bilan o'xshash qilaylik. Mana kichkina uchburchak bilan katta uchburchak o'xshashligidan foydalanamiz. Demak, kichkina uchburchakning jami yuzasini S deyman. Jami katta uchburchak yuzasini S deyman. Katta uchburchak yuzasini kichkina uchburchak yuzasi bu bilan o'xshash qilyapmiz. 6 ga nisbati tomonlari nisbati katta uchburchakni bu tomonini olaman mana. Jami 3A. Kichkina uchburchakda shu 3A ga mos tomoni qayer? Mana A. Ya'ni gammani ro'parasida turganlarni olyapmiz. A ga nisbatini kvadrati bo'ladi. Bu ham o'xshashlikdan ketdi. Demak, S taqsim 6 barobar bular qisqarib ketib kvadratga oshirsak 9. Uchburchak yuzasi bu yoqqa ko'paysa 54 ekan. Bo'ldi. Xo'sh,
bizdan so'ralayotgan uchburchak yuzasi 54 bo'ldi. B javob ekan. 12-chi misol ABC muntazam uchburchak deyiladi. Muntazam uchburchak uchala tomonlari teng va D nuqta shunday olinibdi. D nuqtadan A gacha bo'lgan masofa D dan B gacha bo'lgan masofalar teng ekan mana va 90 gradus ekan orasidagi burchak. 4 bo'lsa bu yer ham 4 bo'ladi. Mana shu bo'yalgan sohani yuzini topib berishim kerak ekan. Bo'yalgan sohani yuzi. Uni yuzasini SX deb qo'yaman mana. SX topishimiz kerak. Xo'p. Birinchi bo'lib qarang, to'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzani topsak bo'ladi. Katetlari bor. Teng yonli to'g'ri burchakli uchburchakda katetlari A va A bo'lsa, bu nima bo'lardi? A ilzosda 2 bo'lib qoladi. Ya'ni ilzosda 2 ko'paytirsak chiqadi. Ilzosda 2, ya'ni 4 ilzosda 2 bo'lib qoladi. Yoki bu yerda S deb olib turib, Pifagor qilsangiz ham 4 ilzosda 2 chiqadi. Endi bu yer 4 ilzosda 2 bo'lsa, qolgan tomonlar ham 4 ilzosda 2 dan. Bu yer ham 4 ilzosda 2, bu yer ham 4 ilzosda 2 ga teng. Endi e'tibor bering, bo'yalgan sohani yuzasini qanaqa qilib topaman? Bo'yalgan sohani yuzini topish uchun katta muntazam uchburchak yuzasidan bu yerdagi to'g'ri burchakli uchburchak yuzasini ayirib olish kerak. Buni yuzasi nimaga teng? Katetlarni ko'paytirib 2 ga bo'lganimizga teng. Katetlar ko'paytmasi 16 ni 2 ga bo'lsak 8 ekan bu yerdagi yuzaman. Endi muntazam uchburchakni yuzini topib olishim kerak. Muntazam uchburchakni yuzasi ilzosda 3a kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Bu yerda a shu uchburchak tomon. Shunga qo'yib katta uchburchak yuzini topib olaylik. Birinchi ilzosda 3 ko'paytirilgan a ni kvadrat. Kvadratga oshirsam 16 kara 2 bo'ladi, 32 taqsim 4. Qisqarib ketsa 8 ilzosda 3 ekan mana. Endi bu 8 ilzosda 3 jami katta ABC uchburchakning yuzasi. Sx nimaga teng bo'ladi dedik? Sx ana shu katta uchburchakning yuzasidan mana buni shunday olsak, mana shu bo'yalgan soha qoladi. Katta uchburchakning yuzasi nima chiqdi? 8 ilzosda 3 chiqdi. Bundan ayirib qo'yishim kerak 8 ni. Bo'ldi. Bizdan so'ralayotgan yuza 8 ilzosda 3 minus 8 ekan. Endi bundan 8 ni tashqariga chiqarib qo'yish kerak ekan. Ilzosda 3 minus 1 bo'ladi-da, keyin javoblarga to'g'ri kelar ekan. B javob bo'lyapti. 13-misol. Xo'p, 13-misolda teng yonli uchburchakning yon tomoni 15 ga teng. Uchburchak asosida olingan nuqtadan yon tomonlaricha bo'lgan masofalar 5 va 3 ga teng bo'lsa, uchburchak yuzini toping. Xo'p, teng yonli uchburchak berilyapti va asosidan qandaydir nuqtani olibmiz. Mana shu nuqtadan yon tomonlaricha bo'lgan masofalar. Masofani bilamiz 90 gradus ostida boradi. Yon tomoniga bo'lgan masofa, bu yoqqacha bo'lgan masofa shu salliroq qilib bu tomoniga bo'lgan masofa 5 bilan 3 ekan. Aytaylik, mana bunisi 5, bunisi 3. Shunday bo'ladigan bo'lsa, uchburchakda yuzini topib berish kerak ekan. Yuzini qanday qilib topamiz? Ikkita qismga ajratib olib turaman. Mana shu yerdan bitta kesma tushirib oladigan bo'lsam, bu mana shu joyda masala hal. Demak, nima qilamiz? Bu yoqdagi uchburchakning yuzini alohida topaman. Bu yoqda uchburchakning yuzi nimaga teng? AH taqsim 2 asosining uzunligi 15, unga tushirilayotgan balandligi 3 ga teng bo'ladi. Demak, 15 ko'paytirilgan 3 taqsim 2. Mana uchburchakning yuzasi ketyapti. 15 ko'paygan 3 taqsim 2 unga qo'shamiz. Bu yoqdagi yuza nima bo'ladi endi? 15 ko'paytirilgan 5 taqsim 2 bo'ladi. Bo'ldi, mana shu narsa uchburchakning yuziga teng. Demak, xo'p, mahraj 2 bo'ladi. 3 ta 15 ga 5 ta 15 ni qo'shsak, jami 8 ta 15 bo'ladi. Mana shu holatda yoki oddiy hisoblab qo'ysam bo'laveradi. Bular qisqarsa 4, 15 4 ga ko'paytirsam 60 chiqadi. Demak, bizdan so'ralgan uchburchakning yuzasi 60 ga teng ekan. C javob. 14-chi ABC uchburchakda J og'irlik markazi ekan va og'irlik markazi bo'ladigan bo'lsa, medianalar kesishgan nuqta. Bu A da kesma, demak mediana bo'lyapti bizda. Bu yerdan JE kesma o'tkazibdi, ya'ni AC asosiga parallel qilib kesma o'tkazilinibdi. Va mana bu joyda hosil bo'lgan uchburchakning yuzasi, ya'ni JDE uchburchakning yuzasi 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ABC uchburchak yuzini topib bering deyilibdi. ABC uchburchakning ABC uchburchakning yuzi ekan. Mana shuni topishimiz kerak.
Endi e'tibor bering, J nuqta medianalar kesishgan nuqta bo'ladigan bo'lsa, J nuqtada shu A'da mediananing uzunligi 2/1 nisbatda bo'linib qoladi. Bu yer A bo'lsa, bu yog'i nima bo'ladi? 2A bo'lib qoladi mana. Endi JE bilan A'si parallelligidan tepadagi kichkina uchburchak bilan katta uchburchak nima? O'xshash desak bo'ladi. Xullas, parallel bo'lgan joyda hammasini o'xshash qilib ketyapmiz. O'xshashlikni yozaman endi. Jami bunday deb qo'yaman. S deyman. Jami yuza bu. Ya'ni ADS. ADS uchburchagi yuzasi S. Mana yozib qo'yay. Mana S ADS. Shu yerda katta yuzani S deb belgilab qo'yaman. Mana shu S topamiz. Demak, o'xshashlik qilsak, ana shu S da katta uchburchak yuzasini kichkina uchburchak yuzasiga nisbati 8 ga nisbati teng. Yuzalar nisbati, ya'ni kichkina uchburchak bilan katta uchburchakni o'xshash qilyapmiz. Yuzalari nisbati tomonlari nisbatini kvadratini bu tomon nimaga teng? 3A ga teng. Kichkina uchburchak shunga mos tomoni A. Ya'ni nisbatini kvadrati bo'lib qoladi. Bular qisqardi, teng 9. 8 bu yoqqa ko'paysa, yuza nima bo'lar ekan? 72. Jami yuza 72 ekan. Mana shu joydagi mana jami yuza, xullas hammasini S deb belgiladim. Mana shu yer nima chiqyapti? 72 ga teng chiqdi. Endi bilamiz, mediana o'tkazilgan bo'lsa, mediana nima qiladi? Yuzani teng 2 ga bo'lib qo'yadi. Bu yer 72 bo'lsa, demak bu tomon ham 72 ga teng. ABC uchburchakning yuzasi ana shu 72 dan 2 ta bir-biriga qo'shib qo'ysak, 144 degan natija chiqadi. Demak, bizdan so'ralgan natija ABC uchburchak yuzasi 144. Bu D javob ekan. 15-misol. 15-misolda asos uzunligi 26 ga uchburchak berilyapti ekan, asosining uzunligi 26 ekan. Shu asos uchidan chiquvchi medianalar uzunliklari deyapti keyingi shartda. Demak, mana asos, shu asosda ikkala uchidan mediana chiqarib olishim kerak ekan. Yana bitta mediana bu yoqqa qarab ketdi. Bu yerda yana bitta mediana bu yoqqa qarab ketdi. Ikkalasi mediana bir nuqtada kesishadi. Shu medianalarning uzunliklari deyapti. Bittasining uzunligi 15 ekan, bittasining uzunligi 36 ekan. Demak, bittasi 15, mana buni uzunligi 15 bo'lsin, bunisi 36 bo'lsin, mana. Shunday bo'ladigan bo'lsa, uchburchakning yuzini topish kerak ekan. Xo'p. Demak, asos berilyapti 26, bu yoqdan chiqqan medianasi 36, bu yoqdan chiqqan medianasi 15 bo'lsa, yuzani toping deyilibdi. Xo'p, bu yerda nima ish qilsak bo'ladi? Birinchi va kesmalarni topib olaylik. Demak, jami kesma 15 bo'ladigan bo'lsa, mana kesish nuqtasida 2/1 nisbatda bo'linadi. 2/1 nisbatda, ya'ni buni x deb, buni 2x deb turib, jami 3x ni 15 ga tenglab olsam, x 5 chiqadi. Bu yer 5 ekan. Bu yerdagi kesmaning uzunligi 5. Bu yog'i nima bo'ladi unda? 10 bo'ladi. Mana 15 ta o'chiraman endi. Demak, alohida-alohidadan topib oldim. Bu yog'i 10, bu yog'i 5. Xuddi shu ishni 36 uchun qiladigan bo'lsak, 12 bo'ladi-da, bu yog'i 24 bo'lib qoladi. Mana 2/1 nisbatda bo'linishdan foydalanib bularni topib oldik. Endi mana yuzani topish imkoniyati bor ekan menda. Mana shu yuzani topadigan bo'lsam, shu yuza S bo'lsa, uchburchakning yuzasi, mana shuni ABC deb qo'yaylik. ABC. Katta uchburchakning yuzasi nima bo'ladi? ABC. 3S bo'lib qoladi. Bu yer S bo'lsa, nimaga? Uchala medianani o'tkazadigan bo'lsak, jami 6 ta teng uchburchakka ajrardi. Ana shu 6 tani 2 tasi mana yerda turibdi-da. Ya'ni 6 tani 2 tasi degani u 3 dan 1 qismi degani. Buni yozib yoki bunday qoida qilib yodlab olsangiz ham bo'ladi. Mana bunday holatda uchala medianani o'tkazadigan bo'lsak, nima bo'lardi? S xullas 6 ta S bo'lardi. Endi bunaqa holatda bo'lsa, mana bunday holatda bo'lsa, bu J nuqta. J nuqta bo'ladigan bo'lsa, mana shu. Nima bo'ladi? Bu yer S, bu yer S, bu yer S dan bo'lib qoladi. Mana xossani sal bunayroq qilib qo'yilgan holat. S dan. Demak, bu yerda topamizda yuzasini 3 ga ko'paytirib olsak bo'ldi. Bizdan so'ralayotgan uchburchakning yuzasi kelib chiqib qolaveradi. Uni qanaqa qilib topaman endi? Buni tushunmagan bo'lsanglar, o'chirib yuboraman endi. Xo'p, mana
Bu kesma ham kerak emas bizga. Mana shu uchburchakka e'tibor beringlar. Endi tomonlari uzunliklari nima? 10, 24, 36. Uchburchakda 3 ta tomoni uzunligi bo'ladigan bo'lsa, yuzasini qanaqa qilib topardik? Yuzasini Gerron formulasidan topardik. Bu yerda Gerron formulasi bo'yicha ketsangiz ham chiqadi. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda tomonlari 10, 24, 26. Ya'ni uchalasi Pifagor sonlari bo'lyapti. Bu yerda mana bu burchak 90 ekan. Ya'ni mana 10 ni kvadratiga 24 ni kvadratini qo'shsam, shu 26 ni kvadrati bo'lib qoladi-da. Bu gipotenuza bo'ladi, bu ikkalasi katet. Agar bu narsa xayolga kelmasa, asha Gerron bo'yicha kelsak ham chiqadi. Demak, bu yer 90 ligini bildik hozir. Demak, S yuza teng bo'ladi 1/2. To'g'ri burchakli uchburchakning yuzasi 1/2 ko'paygan AB, ya'ni katetlarni ko'paytmaslik. 24 ko'paytirilgan 10. Bular qisqarib ketsa 12. 12 ni 10 ko'paytirsak 120 bo'ldi. Bu yer 120 bo'ladigan bo'lsa, ABC uchburchakning yuzasi mana bizdan so'ralgan katta uchburchak yuzasi 3 ga ko'paytirib olsak bo'ldi. Demak, 360 gradus bo'lib qoladi. 360 gradus deyapman. 360 ga teng bo'lib qoladi. Bo'ldi, mana shu holatda bo'ldi. Demak, javob D ekan. Agar bu 90 ligi yo'q bo'lsa, masalan, boshqa holat 90 bo'lmay qolsa, bemalol Gerron formulasidan foydalanib ketaveramiz. Endi 16-misol. 16-misolga o'xshash misol ishladik bundan oldin ham. Demak, F mana shu holatda uchburchak berilyapti. FD bilan AC parallel ekan. Va YD bilan DE bilan AB parallel. Bu ikkalasi parallel, bu bilan bu parallel. Va bu yerdagi yuzalar bor. 12, 27 bo'lsa, bizdan so'ralyapti. Bu yerdagi, ya'ni 4 burchakning yuzasini topib berish kerak ekan. S deb qo'ydim. Endi bu yerda ham ana shu o'xshashlikdan ketamiz. Mana bu burchak alfa bo'lsa, parallelligidan bu ham alfa chiqadi. Xo'p, bu burchak beta bo'lsa, bu bilan bu parallel, bu yer yana beta bo'ladi. Endi bu burchak gamma, bu yer ham gamma, bu yer ham gammaga teng. Bu narsani oldingi misollarda ham ko'p ko'rdik. Endi mana alfa beta gamma ikkala uchburchaklar o'xshash. Uchburchak demak, yuzalari nisbati 27 taqsim nima bo'lyapti? 12. O'xshash uchburchaklar yuzalari nisbati tomonlari nisbatini A1 taqsim A2 deyman. Kvadratiga teng edi. Bularni qisqartirib olsak 9 taqsim 4 olam. 9 taqsim bu tomoniga yozaylik, mana 9 taqsim 4. Ildiz olsak A1 da A2 ga nisbati 3 taqsim 2. Ya'ni A1 A2 deganda men bu ikkala uchburchakning qaysidir tomonlarini nazarda tutdim. Masalan, bu bilan bu desak ham bo'laveradi. Bu bilan bu desak ham bo'laveradi. Demak, tomonlar nisbati 3 u 2 ekan. Buni tomoniga nisbati 3 u 2. Demak, bu yerda 3x desam, bu yerda 2x desam bo'laveradi. Mana shu nisbatga ko'ra. Ya'ni o'zi aslida nima degan ekanman? Bu yerda A1, bu yerda A2 deb olgandim ekan. Nisbatidan 3x 2x larga kelib chiqdi. Endi yana boyagidaqa holat. Kichkina uchburchak bilan katta uchburchak ham o'xshash. Demak, katta uchburchak yuzasi S plus nima bo'lyapti? Jami katta uchburchak yuzasi S plus ikkalasini ham yig'indisidan olishimiz kerak. 12 ga 27 ni qo'shsam 39. Katta uchburchak yuzasini bu kichkina uchburchak yuzasiga nisbati teng. Tomonlari nisbati nima bo'ladi? Endi katta uchburchakning tomoni sifatida bu yerda olaman jami 5x. Kichkina uchburchak tomoni 2x. 2x ga nisbatan nimasi bo'lish kerak edi? Kvadrati bo'lish kerak edi xossa bo'yicha. Demak, bular qisqarib ketsa 25 taqsim 4. Xo'p, 12 ni u tomonga ko'paytirsak S plus 39 teng 25 ko'paygan 12 u yoqqa ko'paygan bo'lib o'tadi, pastda 4. Bular qisqarib ketsa 3. 25 ni 3 ga ko'paytirsam 75. 39 ni ayirib olsak S yuza. 75 dan 39 ni ayirib olsam 36 bo'ladimi? Adashmasam shunaqa 36 degan natija chiqardi. 16-misolga 36 B javob bo'lyapti. 17-misol, 17-misolda aytilyapti. Uchburchakning asosi 8 ga teng. Uchburchak bor ekan, asosi 8 ga teng va
Bu asosiga parallel bo'lib, uchburchak yuzini teng 2 ga bo'luvchi kesma uzunligini toping deb. Xo'p. Shu asosga parallel bo'lgan qandaydir bitta kesma o'tkazibmiz, mana. Shu kesma uchburchak yuzini teng 2 ga bo'lib qo'yar ekan. Bu yerdagi yuza bilan bu yerdagi yuza teng ekan. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shu kesma uzunligini topib bering deyapti va bu kesma 8 bunga parallelligi aytilyapti. Shuni uzunligini x deb qo'yaman. Demak, ikkalasi parallel bo'ladigan bo'lsa, yana o'xshashlikdan ketsak bo'ladi. Katta uchburchak bilan kichkina uchburchak o'xshash. Demak, katta uchburchak yuzasi 2s, kichkina uchburchak yuzasi s ga nisbati teng, tomonlar nisbati. Buni tomoni, katta uchburchak tomoni 8, kichkina uchburchak tomoni x ga nisbatini kvadratiga teng bo'lib qolardi. Mana. Shunday bo'lib qoldi. Endi xo'sh, s lar qisqarib ketdi, barobar 2. Kvadratga oshirib yuborsak 64 taqsim. Kvadratga oshirmaylik, shu yerda ildiz olib. Ikkala tomondan ildiz olsak 8 taqsim x barobar ildiz ostida 2. X ni bu yoqqa, ildiz ostida 2 ni bu yoqqa ko'paytirsam bunday bo'ladi. X barobar 8 taqsim ildiz ostida 2 bo'lib qoladi. Xo'sh, irratsionallikdan qutqarsam 8 ildiz ostida 2 taqsim 2 bu degani qisqarsa yana 4 ildiz ostida 2 ekan. 4 ildiz ostida 2 bo'lar ekan ana shu kesmani uzunligi. Bu yerdan shunchaki o'xshashlikdan ketdik xolos. C javob. 18-misol. Shu holatda chizma berilibdi. AB bilan CD parallel deyilyapti. Parallel bo'lsa, biz ikkalasi o'xshash bo'lib qoladi. Qanday? Buni alfa desam, alfa ichki almashuvchi burchak, beta desam, beta ichki almashuvchi burchak, gamma, gamma vertikal burchak. Mana tepadagi uch burchak burchaklari alfa, beta, gamma, pastdaginiki ham alfa, beta, gamma. Demak, ikkala uch burchaklar o'xshash ekan. BO ni OC ga nisbati berilyapti. BO ni OC ga nisbati 2-3. Bu yerda 2x desam, bu yerda 3x desam bo'lar ekan. Shunday bo'lsa va S1 bilan S2 ni yig'indisi 65 bo'lsa, S1 ni toping deyilibdi. O'xshashligini bildik. Demak, o'xshash bo'ladigan bo'lsa, yuzalar nisbati S1 da S2 ga nisbati teng. Tomonlar nisbatini kvadrati edi. Endi S1 li tomondan mana betaning ro'parasida 2x turibdi. Bu yoqda betaning ro'parasida 3x turibdi. 3x ga nisbatini kvadrati bo'lib qolar edi. Mana. Demak, S1 taqsim S2 nima bo'ladi bu yerdan? X lar ketdi, 4 taqsim 9 bo'lib qolar ekan. S1 ni topib berishimiz kerak edi. Mana bu yerdan bir to'la S2 ni topaydi. Bu yoqqa ko'paytirsam 9S1 barobar 4S2 bo'ladi. Buni S2 ni topsak, S2 barobar 4 bu yoqqa bo'linsa 9S1 taqsim 4 bo'ladi. S2 shunga teng bo'ldi. S1 orqali ifodaladik. Endi mana bu yerdagi S2 ni o'rniga olib kelib qo'yib yuboraman. S1 da o'zi plus S2 ni o'rniga 9 ta S1 taqsim 4 teng 65. Mana shu tenglamadan S1 ni topib qo'ysak bo'ldi. Tenglik ikkala tomonini 4 ga ko'paytirib olsam 4 ta S1 plus buni 4 ga ko'paytirsak qisqaradi. 9 ta S1 teng 65 ko'paygan 4. 13 ta S1 bo'lyaptimi? 13 ta S1 barobar 65 ko'paygan 4. Ikkalasi qisqaradi. 13 ga qisqarsa S1 barobar burada 5 qoladi. 5 kara 4 20. Bo'ldi. Bizdan so'ralayotgan S1 yuzani qiymati 20 ga teng ekan. Javob bo'ldi. 19-misol. 19-misolda muntazam uchburchak haqida ekan. Muntazam uchburchakning ichidagi ixtiyoriy nuqtadan, biz ixtiyoriy nuqta deyilyapti bu yerda, menimcha, o'zi ichidagi nuqta debdi. Ana shu nuqtadan uning tomonlarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi 6 ga teng. Mana shu nuqta deylik. Bu tomongacha bo'lgan masofa bilamiz 90 gradus ostida boradi. Mana shu masofa, keyin bu yoqqacha bo'lgan masofa, mana va bu tomongacha bo'lgan masofa. Mana shu uchala masofalarning yig'indisi hop x, y, z desam,
Shu uchalasini yig'indisi x plus y plus z 6 ga teng ekan. Shunday bo'ladigan bo'lsa, muntazam uchburchak yuzini topib bering deyilibdi. Xo'p. Endi qoidasi ham bor. Bu yerda muntazam uchburchakning ichida olingan ixtiyoriy nuqtadan tomonlarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi shu muntazam uchburchakning balandligiga teng bo'lib qoladi. Mana shu holat. Endi bu xossani bilmasangiz ham masalani yechsa bo'ladi. Qanday qilaman? Bu yerdan kesma tortaman bu yergacha. Bu tomonga, ya'ni uchlariga ham tortib yuborsam shu yerdan. Endi bu yoqda uzunligini a desak, bu yoq ham a bo'ladi, bu yoq ham a bo'ladi. Chunki muntazam uchburchak. Endi yuzasini topish so'ralyapti. Yuzasi nimaga teng? Yuzasi bu uchburchakning yuzini alohida topaman. Mana a ko'paytirilgan x taqsim 2, ya'ni ax taqsim 2 ga teng bo'ladi. Plus endi bu yuzani alohida oladigan bo'lsam nima bo'ladi? A z taqsim 2. Asosini balandligi shu bo'lyapti. Balandligi ko'paytirib 2 ga bo'lsak chiqadi. Plus endi bu yoqdagi yuza, mana shu yuza nima bo'lyapti? A y taqsim 2 bo'lyapti. Shu yuzaga teng. Muntazam uchburchakning yuzasi yana bir tomondan nimaga teng edi? Ilzosti 3a kvadrat taqsim 2 ga ham teng edi. Demak, mana bu yerda hammasidan x taqsim a taqsim 2 ni chiqarib olsak, a taqsim 2 chiqib ketsa, bu yerda nima bo'lib qoladi? A taqsim 2 ni chiqarib olsak, mana yerda x qoladi, bu yerda. Buni o'rnini almashtiraylik, y plus z bo'lsin, mana. Shu ifoda qoladi. Barobar bu yoqda nima? Ilzosti 3a kvadrat taqsim buni xato yozib qo'ydim. Ilzosti 3a kvadrat taqsim 4 edi. Ilzosti 3a kvadrat taqsim 2 deb qo'ydim. Muntazam uchburchak yuzasi shunaqa bo'lardi. 2 yozib ketib qolibman. Bu 4 edi. Endi x plus y plus z nimaga teng? 6 ga tengdi. Mana o'sha gap kelib qo'yib yuborsak, bittadan a'lar qisqaradi. 6 qo'yadigan bo'lsam, 6 qo'ysam, mana bu bilan qisqarib 3 bo'lib qoladi. Barobar ilzosti 3 a taqsim 4. Mana bu yerdagi bitta a ham bu bilan qisqarib ketdi. Shu yerda mana muntazam uchburchak tomonni topib olsangiz bo'ladi. Demak, ilzosti 3a teng ekan 12 ga. Ilzosti 3 ga qisqartirsak, a ni qiymati bu yerdan. Xullas bu yoqqa o'tkazib, irratsionallikdan qutqarib chiqaradigan bo'lsak, 4 ilzosti 3 chiqadi. Mana a chiqdi. Agar mana uni biladigan bo'lsak, osonroq hal bo'ladi. Yoki bu yo'l bilan ishlasa ham bo'ladi. Endi yuza formulasiga qo'yamiz. Ilzosti 3 a kvadrat taqsim 4 ga qo'yib yuboramiz yana. Ilzosti 3 a ni kvadrati nima bo'ladi? 16 kara 3 bo'lsa 48 bo'lar ekan. Pastda 4. Qisqarib ketsa 12 ilzosti 3 ekan yuzasi. Xo'p, shunaqa javob bormi? B ekan. Xo'p, 20-misol. 20-misolda a bos uchburchak berilgan va i bu yerda bisektrisalar keshish nuqtasi ekan. Bisektrisalar keshish nuqtasi bo'lsa, mana shu narsani so'rayapti. A, I, B yuza qayeri? A, I, B. Bu yerdagi yuzani S1 deyman. A, I, S. A, I, S. Bu yerdagi yuza S2. Shuni nisbatini topib bering deyilibdi. Yon tomonlari bor ekan. Demak, S1 taqsim S2 ni topib berishimiz kerak. Uni bunga o'tkazib oldim. Endi qanday qilamiz bu yerda? Mana shu tomon bu yoqqa davom etkazib olib turaman. Davom etkazib oladigan bo'lsam, endi bisektrisani xossasi kerak bo'ladi. Bu bisektrisa mana. Burchakni tengligi bo'ladi. Bisektrisa o'zi o'tayotgan tomondan ajratgan kesmalari nisbati, ya'ni buni n nuqta deb qo'ying. Mana b endi n s ga nisbati nima bo'ladi? Yon tomonlar nisbatiga teng bo'ladi. Bisektrisaning xossasi. Yon tomonlar nisbati necha bo'lyapti? 8 dan 12 ga nisbat olsam. 4 ga qisqarsa 2 taqsim 3. 2 3 nisbatda ekan. Bu yer 2x bo'lsa, bu yer 3x ekan. Mana. Shu narsa bor. Endi S1 da S2 ga nisbati nima bo'ladi degan savol bor. Endi e'tibor bering, yana bitta xossa kerak bo'ladi. Mana uchburchakning uchidan bitta kesma tushirsak, ixtiyoriy kesma tushirilsa nima bo'lardi? Pastdagi kesmalar nisbati aytaylik 7 u 5 bo'lsa, yuzalar nisbatiga teng bo'lib qolardi. Bu yerda 7s, bu yerda 5s desam bo'lardi. Pastdagi kesmalar nisbati yuzalar nisbatiga teng. Xuddi shuni mana bu yerda qilsak, 2 u 3 ekan kesmalar nisbati.
Demak, bu yerdagi yuzalar nisbati 2s u 3s. Mana 2 3 chiqish kerak edi nisbati, shuning uchun shunaqa holatda tanlab olsa bo'laveradi. Endi kesmalar nisbati 2 u 3 bo'lyapti. Shu narsa katta uchburchak uchun ham bajariladi mana. Katta yuza, ya'ni s1 plus 2s s1 plus 2s ni bu yoqdagi jami yuzani bu yoqdagi jami yuzaga nisbati ham nima chiqishi kerak? 2 u 3 chiqishi kerak. Bu yoqdagi yuzani hisoblasam mana bu yuza s1 plus 2s, bu yoqdagi yuza s2 plus 3s bu. Shunga nisbati nima bo'lishi kerak? 2x ni 3x ga nisbatiga teng bo'lishi kerak. 2 taqsim 3. X lar qisqarib ketdi. Bo'ldi mana. Mana shu joydan endi proporsiya qiladigan bo'lsak, s bu yoqqa ko'paysa 3 ta s1, bu ko'paysa plus 6 ta s bo'ladi barobar. Bu yoqqa ko'paysa 2 ta s2 plus 3s bunga ko'paysa yana 6s bo'lib qoladi. 6s lar qisqarib ketdi. Nima qolyapti? 3s1 barobar 2 ta s2. s2 ni bu yoqqa, 3 ni u yoqqa o'tkazadigan bo'lsam, nima bo'ladi? Mana shu yerda qarang. s1 o'zi s2 pastga tushadi. Teng 2 tepada turibdi, 3 pastga tushsa 2 taqsim 3 mana. Mana shunaqangi holatda ishlanadi bu. Endi buni qoida qilib yodlab olsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni bu yuzalar nisbati nima bo'lyapti? 2 u 3 bo'lyapti. Endi mana yerdan xohlagancha qirqib olsak ham, qanchasini olib tashlasam ham, ikkala yuzalar nisbati ham shu ikkalasi nisbatiga teng bo'lib qolaverar ekan. 2 u 3 bo'layotgandimi? Aynan i nuqtada emas, masalan kattaroq kesib olib tashlasam ham, bunga nisbati 2 u 3 bo'lib turaveradi. Ya'ni mana unaqangi, mana shu tenglikni yana yozadigan bo'lsangiz, har safar ana shu 2 taqsim 3 chiqib kelaveradi. Xo'sh, uchburchakni yuzi ikkinchi qism birinchi testini yakunladik. Birinchi test tugadi. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, hammadan uzr so'rayman. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.